Hammaga salom. Bugun sizlar bilan yana Unico parfum. Bugun sizlarga kollagenlar haqida ma'lumot berish bilan birgalikda ularning narxini ham tanishtirib o'tmoqchiman. Sizlarga bitta narsani aytishim kerak. Ko'pchilik aytadi, bu kollagenlar shunchaki marketing, uni iste'mol qilmasdan shunchaki oziq moddalardan olish kerak deb aytishadi. Lekin to'g'ri, bu bir tomondan to'g'ri. Lekin hozirgi kunda biz yeb turgan oziq moddalarimizda biz uchun, organizmimiz uchun kunlik yetarli kollagen miqdori bo'lmaydi. Shuning uchun biz uni, ya'ni organizm normasini to'ldirish uchun maxsus mana shunaqa kollagenlardan foydalanishimiz kerak. Kollagenlari bizda 220 ming so'mdan boshlab turib 900 ming so'mgacha bo'lgan turlari bor. Hozir sizlarga hammasini bitta ko'rsatib beraman. Birinchisi bu Tibametdan kollagen ikki xili. Buni bittasi baliqdan tayyorlangan, bittasi bo'lsa moldan tayyorlangan. Ikkovisining ham narxlari 450 ming so'mdan. Baliqdan tayyorlanganning afzalligi asosan uni tarkibida omegasi bo'ladi. Shuni hisobiga sizni ko'zingizda, ya'ni tiniqligini oshirishga ham xizmat qiladi. Keyingisi bo'lsa bu Swissdan Marine kollagen. Buni tarkibida kollagendan tashqari juda ham ko'p vitaminlari bor. Ayniqsa bu yuzni tiniqligini oshirishga vitamin A, vitamin E bor, glitsin bor ekan tarkibida. Narxlari 350 ming so'mdan. Yana bitta kollagenimizdan bittasi bu Xrum kollagen. Buni menimcha juda ham ko'pchilik biladi, chunki koreyskiy kosmetika sotadigan barcha joyda ko'rishingiz mumkin. Narxlari 220 ming so'mdan. Agarda siz fitnessga qatnaydigan bo'lsangiz, siz uchun maxsus kollagenlarimiz ham bor. Bittasi bu Lumiavitmi? Shunaqa turetskiy kompaniyani kollageni. Bu asosan tarkibida vitaminlari bor. B vitamin kompleks hamda taurin bor va xuddi shunaqa yana bitta turetskiy kollagenimiz. Buni tarkibida protein bor. Bu asosan sportsmenlar uchun juda ham yaxshi variant hisoblanadi. Bunisining narxi 280 ming so'm. Bunisi proteini bor tarkibidasini narxi 320 ming so'mdan. O'sha hamma bilgan Swiss kollagenlarimiz narxi 200 ming so'mdan. Agarda siz ozmoqchi bo'lsangiz, ozmoqchilar uchun maxsus kollagenlarimiz ham bor. Birinchisi bu Turkiya Kiperin firmasidan tarkibida brokoli ekstrakti bor. Teringizni osilmasdan ozishni xohlasangiz, siz uchun buni tavsiya qilgan bo'lardim. Keyingisi bo'lsa, xuddi shu Rossa firmasining kollageni. Bu ta'mi kofe ta'mli. Agarda sizga Kiperin firmasining brokoli ta'mi yoqmaydigan bo'lsa, buni ichsangiz bo'ladi. Bularimiz narxlari 280 ming so'mdan. Buni narxi bo'lsa 350 ming so'mdan. Keyingi kollagenlarimiz Aquamarine firmasining kollagenlari. Bularning narxlari ham 300 ming so'mdan. Keyingi kollagenimiz narxlari hamyonbop, lekin premium kачестводagi kollagenimiz. Bularning narxlari 250 ming so'mdan. Keyingi kollagenimiz bu ham Kiperin firmasining kollageni. Premium kачестводagi kollagenlarimizdan bittasi. Narxlari 420 ming so'mdan. Do'konimizda kollagenlardan tashqari, uходовый naborlardan tashqari yosh bolalar uchun badlar, ya'ni Turkiya firmasining turli xil badlari ham mavjud. Kimga shunaqa badlar, kollagen kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Unico parfumga kelaverasizlar.